Shu haqida mana shu SMS yozgan patsientim, ya'ni Instagram orqali direktimga murojaat qilgan bir ayol menga iltimos qildi. Bu haqida albatta gapirishga qaror qildim. Ya'ni bu ayol 3-4 oy oldin davolanayotgan paytda bularda bachadon ichki qavati qalinligi, ya'ni endometriya giperplaziyasi bo'lgan va bularga endometrioz yoki adenomiyoz degan tashxis qo'yilgan ekan va bular qirdirib tozalaganlaridan keyin bular har xil gormonal preparatlar ichgan bo'lganlar. Va menga murojaat qildilar, iltimos bir tahlillarimni ko'rib bering deb. UZI tahlilini ko'rganimda hech qanday UZIda adenomiyoz yoki endometrioz degan tashxis qo'yilmagan bo'lgan, faqatgina bachadon chandig'i. Bu ayol kesareva bo'lgan ayol. Va mana yaqin kunlar ichida menga gistologiya natijasini jo'natdilar. Gistologiya bu bachadonni ichini qirib tozalagandan keyin tekshiriladi. U yerda qanday jarayon o'tgandi. Va shu gistologiya natijasida o'tda homiladorlik belgilari, ya'ni detsidual trofoblastik to'qima aniqlangan. Endi u ayol shokka tushganlardan keyin albatta gistologiya qilgan o'sha shifokorga murojaat qilgan, lekin tan olmadi deb menga xafa bo'lib aytayotdilar. Ya'ni men senga unaqa adenomiyoz, endometrioz tashxis qo'ymaganman. 1 yil oldin agar homila tushgan bo'lsa ham bu gistologiya shunaqa deb beriladi deb. Aslida detsidual yoki trofoblastik to'qima bir necha hafta yoki 1-1,5-2 oy turishi mumkin. 1 yillab turmaydi. Shuning uchun men ayollarimga murojaat qilib aytmoqchimanki, agar sizda bachadon ichki qavati qalin deb berilsa, endometriya giperplaziyasi deb berilsa, hattoki sizda adenomiyoz yoki bachadon miyomasi bor bo'lsa, birinchi navbatda homiladorlikni inkor qilish kerak. Buning uchun siz yoki test qilib ko'ring yoki eng anig'i HGC gormoniga qon topshiring. Va agar sizda manfiy chiqsa, faqatgina shu holatlarda gistologiya, ya'ni qirdirib tozalashingiz mumkin. Va mana bu ayolning gapi bo'yicha hech qachon bitta UZIga qarab ishonib qo'ymanglar. Ya'ni bir nechta mutaxassisdan o'tibgina mana shunday jarayonlarni o'tkazishingiz mumkin bo'ladi. Agar shu video sizga yoqqan bo'lsa, albatta like qo'ying va ulashing. Zeroki bu ma'lumotlar kimgadir manfaatli bo'lishi mumkin.